V-seriya bo'lganligi uchun bu darabotga qilingan motor bo'ladi. Darabotga qilib bergan injener nomi Emina Taylor bo'ladi va 3 tonnaga yaqin bo'lishiga qaramasdan og'irligi 4 sekundda 100 ga chiqib beradi. Xitoy sevuvchilar bu video ko'rmasa ham bo'ladi. Va V-obrazli 8 silindr 602 superchargerning motori bo'ladi. 685 ot kuchi va 885 Nm bo'ladi. V logotipi tushirilgan brutalniy R24 diskalarda umumiy 6 ta monitor, head-up display, AKG akustika va rullarda Super Cruise sistemasi ham mavjud. 7 ta o'rindiq, alkantara tom, panorama, massaj va hokazo topoviy komplektatsiyada bo'ladi. Insoniyat tarixining eng obro'li avtomobillaridan bittasi. Bemalol surishtirib ko'rsangiz bo'ladi. 210 ming, 215 ming dollar atrofida sotilayotgan bir vaqtda bizda bor yo'g'i $188 ming siz uchun.